Assalomu alaykum, men ismim Safar Murod. Marketing agentliklarining juda ko'pchiligida asosiy muammo bu kontentni vaqtida yetkazib bera olmaslik, ya'ni deadlinelarda ulgurmaslik bo'ladi. Buni tagiga tushadigan bo'lsak, marketing agentstvalarining ichidagi production komanda to'liq avtomatlashmagan yoki bo'lmasam to'laqonli production komanda hisoblanmaydi. Shuni hisobiga mana shunaqa muammolar bo'lardi bizda ham. Proyektga qisqa muddat ichida kattaroq ob'yomda ish qilishimiz kerak bo'lgan. Afsuski bizani o'sha paytda o'zimizni ichimizda in-house production team bu narsaga uspet qila olmasdi. Somedia bilan bir marta ishlaganmiz. Hamma narsa cho'tki vaqtida bo'lgan, qulaylik zo'r, hamma narsa tayyor turadi. Shunchaki kelib videoga tushib gapirib ketsak bo'ldi. Birinchi o'rinda qulaylik. Juda ko'p studiyalar bor, lekin qulaylik jihatda bulardek emas. Mana shundan keyin bu yo'lni tanladik. Bizga ham ma'qul bo'ldi. Eng qizig'i mijozlarimiz ham bu narsadan xursand. Ya'ni hamma narsa deadline bo'ladi, sifat zo'r, misol uchun bozor standartlariga javob beradi. Bozordagi insonlarga, ya'ni marketing agentliklariga birinchi o'rinda tavsiya qilaman.